boshqa fanlarini, masalan, 3 ta fanidan bo'lsa, 3 fanidan, 2 ta fanidan bo'lsa, 2 fanidan vazifalarni ko'rib darslarni almashtirgizish kerak. O'sha bitta fandan qolyapti, bajarmayapti. Shu yerda turibam bajarmayapti deyapti. Nazoratga olishimiz kerak. Keyin o'sha masalan qoladi, bola ertaga yana hojatxonadan foydalanishgacha. Hojatxonadan foydalanish masalasini ham bolaga tushuntirishimiz kerak. Mana shu unitasidan qog'ozni butunicha tashlab yuboryapti o'sha ichiga. Chunki baribir qishloq zona ko'pi ko'rmaganda hali unaqa narsani ko'pi ko'rmagan, unga baribir o'rgatishimiz kerak. Bitta bilan ham kecha ham nima qolgan ekan, uni ham tozalab nima qildik. Keyingisi mana shu tozalik masalasi. Bolalar chiqib ketayotganda albatta hammasi tozalab chiqib ketish kerak. Mehmonlarga o'sha qanday tozalab chiqib ketish kerak. Musulga tashlab chiqib ketish kerak. Bu yotoqxonada ham qizlarga ham ertadan chiqishlarida ham hamma narsani yig'ishtirib, chiroyli qilib, kecha kirsa ham shkaf tepalarida ham o'sha changlarni artish kerak, tozalash kerak, changlar chiroyli qilib, ortiqcha narsa bo'lmasin. Shu masalalarga muntazam ravishda tashkilotlarda ham oshxonada masalan hozir 200 o'rinli oshxona bor. 6 kishi o'tiradi. Shunday bo'lyaptiki, bolalar 5 kishi o'tirib turib, ana shu joydagi masalan 40 ta stolimizdan 40 ta kasada ovqat qoshiq solib qo'yishyapti-da, o'sha ham pomoyga chiqib ketib qolyapti. Shuni to'g'rilib o'tirsa, o'sha narsa. Qalay bo'lyaptimi? Vazifalar bajaryapsizmi? Solih aytida vazifa qildingizmi? Aytida chiqdingizmi? Chiqmaganlari bo'ldimi? Hammasi chiqdi. Hammasi chiqdi. Yaxshi. Yana Aytiga tushib chiqaveraymi, uyga olasiz? Boring, yuguring. Domla men ham tushiraymi? Biz ham tushiraymi? Tushmadingmi hali? tushmadingmi? Tezda tushinglar. Aytida uyga vazifaga tushinglar. Ijtimoiymi deydi. Aloqlar kuchli o'ynayapti-da. Aniq. Qani? Yaxshimi? Osmonlar. Daftarlar hamma. Jo'ran zavod ishlar. Qaysi? Kimyoda? Nasıl domalardan koyalım mı? Otursun. İşler bilenmi? Ha, bize kimyasozlarımız mehnatida. Hozir aniqlarga aytayapman. Kimsiz? Nima bu? Mana shu yerga tushirsa, nima? Hozir o'qishdan deganda bunga ko'radi. Bu qanaqa bu? Sertifikatga tushadigan shu xonalarda o'zbek qiyas o'rgatib o'qimagan.
Gaplashmaymiz. Makina. Forma chiqadi. Burasi ham aytidan berilgan vazifalarni bajarishyapti. Aytidan berilgan vazifa videorolik asosida ichki qurilmalari bilan tanishyapti. ChatGPT orqali internetda ma'lumot ko'chirishyapti. Bolalar qani aniqlar sizlar ham saflaninglar. Aniqlar. O'quvchilar Biz zo'rmiz. Aniqlardan zo'r yo'q. Nega? Tinchlik video olib yuribman. intervyu olib yursizmi? Trenerlardan. Akil ketyapsizmi? Alloh ketamiz. Maktab hayotini olib yuribman. Maktab hayoti. Bunga hayotmi? Kimga? Rosa baqirdim-da. Ko'ryapsan sen albatta. Aniqla yutdi don. Kanalga tashlaysan domla. Aniq nomer 1. Ay aniqla. Qachon chiqasizlar endi? Finalmi keyin? 2 oldi. Ertaga yana aniq o'yini bor. Kim Bizda bilan domla o'ynaysiz? o'yin. Bizda. Ana uchlar bilan keyin qur'a Yana yutadi. Yana borib 5-0 ga yedirib qo'ysak. Darsga chiqasizlarmi endi? Ha, domla. Nechigacha dars? 10 gacha. 10 gacha. Undan keyin nima bo'ladi? Uxlash. Nechida Damni turamiz? olamiz. 6da. Yo'q, yo'q. 5:50 da. Badan tarbiya bo'lyaptimi ertaga? Bo'lyapti. Men urushmayman domla. Bo'pti domla. Bo'pti, yaxshi. Domla. To'xtamiz. Jamoliddin. Nechtacha domla bor ekan hozir? 15 ta bormi? Yo'q, hozir. ha. Hozir ana 15 tadan ko'p. Shu yerda o'zida ana 6 ta 7 ta domla turibdi. O'tib ketdi mana. Har kuni 15 ta domla nazorat qilamiz. Video qilyapman. 15 tadan ko'p. Har kuni. Aniq blok darsga kirib ketyapti. To'plam nisbati bo'yicha sekin eng yaxshi to'plam nisbati bo'laveradi, keyin to'plam nisbati bo'laveradi. Shu tenglikdan bo'lsa to'plam nisbati o'zgartiradi demasga farq qiladi. Maktab hayoti qiziq bo'lsa bizni kuzatishda davom etinglar.